Ultrafiltratsionniy filtrni o'zi aslida o'zimda bitta muammo bo'lganda, ana o'sha muammoga yechim sifatida men qidirganman. Keyin qarasam menda ish bergan bu narsa, keyin sizlarga ham tavsiya qilishni boshlaganman. Qanaqa muammoimga yechim bo'layotganini hozir sizlarga ko'rsataman. Bu ko'rib turganingiz osmos filtri bo'ladi. Uni orqasida membrana filtri bo'ladi. Ana o'sha orqasidagi filtri narxi qimmatda, o'rtoqlar, har oy to'lib qo'yaverardi. Shu bilan men qiynalib ketdimda bunga rasxod qilaverib, bekitadigan joyi o'rtoqlar rasxod baribir to'xtamayapti qarasam. Keyin mashinga yechim bormikin deb o'rtoqlar, xullas mana qilib oldiga grubiy filtr ham qo'yib ko'rdim. Ko'rib turganlaringizdek bu paxtali. Lekin o'rtoqlar bunda ham foydasi bo'lmadi-da, tushunasizmi? Ana undan keyin mana bu narsani olib kelib o'rnatganimdan keyin ana endi qaranglar, bu filtrdan chiqqan suv oppoqqina paxtaday bo'lib turibdi. Lekin mana kirishini ko'ryapsizlarmi? Zanglab yotibdi mana filtr. Bunisi bo'lsa oppoqqina bo'lib turibdi, ko'rib turganingizdek. Ana endi o'rtoqlar, bu sistemani o'rnatadigan bo'lsangiz, faqatgina mana shu osmos filtringizni zashtasi uchun ham aslida zo'r yordam berar ekan. Chunki mana salkam o'sha 3 oy, 4 oyga yaqin muddat o'tib ketdi, lekin to'lgani yo'q. Hali ham o'sha bor kuch ishlayapti-da filtrimizni, tushunasizmi? Demak, foydasi bor ekan. Ana endi o'rtoqlar, bu filtrni vaqti bilan yuvib turish kerak bo'lar ekan, chunki buni ham o'zini yuvmasangiz bo'lmaydi. Unda nima qilamiz? Teskari davleniyada suv beramiz. Masalan, mana bu vodoprovoddan suv kiryapti, tepadan toza suv bo'lib chiqib ketyapti, to'g'rimi? Ana endi yuvadigan vaziyatimiz qanaqa ishlaydi degan bo'lsangiz, teskari tomondan suv kirgizamiz-da, mana bu yerdan suv kirayotgan joyini o'chirib qo'yamiz-da. Teskari tomondan davleniyada suv berib va mana bu kranni ochib yuboramiz, kanalizatsiyaga chiqazib yuboramiz. Ko'ryapsizmi? Biz ham hozir shunga o'xshatib yasab qo'yganman. Teskari davleniya degani mana bu yerdan suv mana kirib boradi-da, ko'rdingiz-a? Kirib borib turib, mana yopiq holatda bo'ladi. Mana kranni ochib yuboramiz, shunda loyqa suvlarini shuni o'zini o'zi urib, yuvib tushirib yuborar ekan. Agar sizda mana bunga suv litraji kamayib qoladigan bo'lsa, shu holatda yuvib yuborsangiz bo'lar ekan, o'rtoqlar. Xullas, bemalol tavsiya qila olaman, o'rtoqlar. Shunaqa filtrlar kerak bo'lsa bizda bor. Hop, buni litrajiga qarab turib narxlari har xil. Hop, men qo'limdagi soatiga 2 tonna suvni tozalab beradiganimiz 1 million so'm. 1 tonnaligi 800 ming so'm chiqyapti va 10 tonnaligi ham bor o'rtoqlar. Unisi 3 million 600 ming so'm chiqyapti. Kerak bo'lsa, kelaverasizlar, joningiz sog' bo'lsin.